99% odamdan o'tib ketish oson. Agar siz 2026-yilda ushbu 5 ta odatni shakllantirsangiz. Ba'zilar ko'pincha hayotni o'zgartirish uchun kuchli motivatsiya yoki kutilmagan omad kerak deb o'ylaydi. Go'yoki bir kun kelib ichkaridan kuchli turtki paydo bo'ladi va shundan keyin hammasi o'zgaradi. Ammo tarixga, falsafaga va inson psixologiyasiga qarasak, buning aksi ekanini ko'ramiz. O'zgarish hissiyotdan emas, balki amalning takrorlanishidan boshlanadi. Aristotel shunday degan: biz nimani qayta-qayta qilsak, o'sha narsamiz. Demak, mukammallik bir harakat emas, balki odatdir. Bu fikr juda oddiy ko'rinsa ham juda chuqur. Chunki inson o'zini kim deb bilishi, aynan nima ishlarni muntazam qilayotganiga bog'liq. G'alabalar seriyasi deganda ham katta yutuqlar nazarda tutilmaydi. Bu yerda gap rekordlar yoki keskin burilishlar haqida emas. Gap shundaki, har bir kun yakunida sizda aniq bitta dalil bo'lishi kerak. Bugun rejalashtirilgan bir ish oxirigacha yetkazildi. Shu bitta fakt menga juda muhim signal beradi. Men boshlagan ishni tugata olaman. Misol uchun, ikki xil insonni olaylik. Birinchisi har kuni katta rejalar tuzadi, lekin ko'pincha bajarmaydi. Ikkinchisi esa kichik rejalar qiladi, ammo deyarli har kun uni bajaradi. Vaqt o'tib, birinchisi o'zini intizomsiz deb hisoblay boshlaydi, ikkinchisi esa o'ziga ishonch hosil qiladi. Farq albatta irodada emas, farq yakunlangan ishlar sonida. Ko'p odamlar o'zida intizom yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa muammo shundaki, ular miyani yutishga emas, yarim yo'lda to'xtatishga o'rgatgan. Har safar ish tugallanmay qolsa, miya buni norma sifatida qabul qiladi. G'alabalar seriyasi esa bu mexanizmni sekin, lekin aniq o'zgartiradi. Bu g'alaba juda oddiy bo'lishi mumkin. Masalan, belgilangan vaqtda bitta vazifani tugatish, muhim qarorni kechiktirmasdan qabul qilish yoki qisqa vaqt bo'lsa ham foydali ish bilan shug'ullanish. Bu ish katta bo'lishi shart emas, lekin yakunlangan bo'lishi shart. Chunki aynan yakun ishonchni shakllantiradi. Vaqt o'tib shuni ko'rish mumkin, motivatsiya ish boshlashdan oldin emas, ish bajarilgandan keyin paydo bo'ladi. Bir necha hafta davom etgan kichik, ammo uzluksiz g'alabalar insonning o'ziga bo'lgan qarashini o'zgartiradi. Qarorlar aniqroq bo'ladi, kechiktirish kamayadi va eng muhimi o'zingizga bo'lgan hurmat tiklana boshlaydi. Bu o'zingizni majburlash tizimi emas, bu o'zingizga sekin-asta isbotlash jarayoni. Siz aytganingizni qila olasiz va aynan shu isbot uzoq muddatli o'zgarishlarning eng mustahkam poydevori bo'la oladi. Yozish. Insonlar ko'pincha noto'g'ri qaror qilayotganini sezadi, lekin nima sababdanligini tushuntirib bera olmaydi. Sababi oddiy, miyadagi fikrlar juda ko'p, lekin ular tartibsiz. Tartibsiz fikr esa to'g'ri xulosa bermaydi. To'g'ri xulosa bo'lmasa, harakat ham chalkash bo'ladi, natija esa tasodifga aylanadi. Yozish bu fikr ishlab chiqarish emas, yozish fikrlarni yig'ish jarayoni. Inson yozishni boshlamaguncha u aslida nima o'ylayotganini bilmaydi. Chunki bosh ichidagi fikrlar doim bir-biriga aralashib yuradi. Qo'rquv, xohish, shubha, g'azab, charchoq hammasi bitta joyda. Qog'oz esa ularni ajratadi. Ruhingni bezovta qilayotgan narsa voqea emas, balki sening u haqidagi fikringdir. Hatto bir marta bo'lsa ham ushbu jumlani eshitganmiz. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldirishir. Nima ma'no tushunganingizni esa izohlarda kutaman. Yozish aynan shu fikrni ko'rinadigan qiladi. Inson qog'ozga yozayotganda voqeani emas, unga bo'lgan munosabatini chiqaradi. Ana shu paytda chalkashlik sekinlik bilan tartibga aylanadi. Bu yerda chiroyli yozish shart emas, hatto mantiq ham shart emas. Muhimi fikrlar ichkarida qolib ketmasligi. Ichkarida qolgan fikr bosim qiladi. Qog'ozga tushgan fikr esa yengillashtiriladi. Fikrlar tartibga tushganda odam sezmagan holda boshqacha harakat qila boshlaydi. U o'zini majburlamaydi. U shunchaki aniqroq bo'ladi. Aniq fikr esa o'z-o'zidan aniq qarorga olib keladi. Aniq qaror esa kamroq xato qiladi. Shu tariqa tabiiy ketma-ketlik paydo bo'ladi. Yaxshi fikrlar, yaxshi ishlar, yaxshi natijalar. Yozishning eng katta foydasi shundaki, u insonni aqlliroq qilib ko'rsatmaydi, balki haqiqiyroq qiladi. Inson o'ziga yolg'on gapira olmaydi, chunki qog'oz oldida tomoshabin yo'q. Shu halollik esa ichki tartibni tiklaydi. Shuning uchun yozish nafaqat ijodkorlar odati, balki bu o'z fikrini tushunmoqchi va ichki shovqinni kamaytirmoqchi bo'lgan inson uchun zarur odatdir. Chunki fikrlar tartibli bo'lmasa, hayot ham tartibli bo'lmaydi. Info diet, ya'ni axborot dietasi. Diqqat yo'q, qarorlar sust, sababi oddiy, lekin ko'rinmaydi. Haddan tashqari ko'p axborot iste'mol qilingan. Miya axborotni ovqatdek qabul qiladi. Farq shuki, noto'g'ri ovqat darrov og'riq beradi, noto'g'ri axborot esa sekin-sekin yemiradi. Inson buni darhol sezmaydi. U faqat fokus yo'qolganini, sabr qisqarganini, ichki bezovtalik ortganini payqaydi. Bugun inson axborotni tanlamaydi, axborot inson tanlaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, bahslar, g'azab, yangiliklar hammasi onga bir xil tezlikda kiradi. Miya farqlamaydi. Muhim xabar ham, keraksiz shovqin ham bir xil og'irlikda qayta ishlanadi. Natijada muhim fikrlar yo'qoladi. Axborot dietasi bu kam bilish emas, bu kamroq zaharlanish. Kuchli odam hamma narsani bilishga urinmaydi. Chunki hamma narsani bilish, hamma narsaga reaksiya qilish degani.
Doimiy reaksiya qiladigan odam hech qachon boshqaruvchi bo'la olmaydi. Oldinroq Epiktet aytganidek, ruhingni bezovta qilayotgan narsa voqea emas, balki sening u haqidagi fikringdir. Axborot dietasi shuni to'xtatadi. Kuniga bir necha soat yangiliklarsiz, shovqinlarsiz qolish. Jimlik boshida noqulay bo'ladi, chunki ong shovqinga o'rganib qolgan. Lekin aynan shu jimlikda aniqlik paydo bo'ladi. Fikrlar sekinlashadi, ichki shovqin kamayadi. Inson ilk bor nimani o'zi xohlayotganini eshita boshlaydi. U kamroq qo'rqadi, kamroq chalg'iydi va eng muhimi ko'proq harakat qiladi. Xulosa o'rnida aytish kerakki, axborot dietasi insonni dunyoda uzmaydi. U faqat keraksiz shovqindan ajratadi. Chunki diqqat eng qimmat resurs. Kim uni boshqara olsa, o'sha o'z hayotini boshqaradi. Miyani ongli ishlatish. Miyani azoplash foyda bermaydi. Haddan tashqari o'ylash, o'zingizni ichingizda yeb qo'yish bu rivojlanish emas. Bu shunchaki charchash. Miya bosim ostida emas, aniq bir vazifa ostida ishlaydi. Tana kabi. Tanaga ham haddan tashqari bosim bermasdan ongli ravishda aniq vazifalar bilan harakatlantirsangiz, u ham o'sadi, rivojlanadi. Foydali yondashuv shuki, miyaga savol bering, lekin uni bo'g'mang. Bitta muammo, bitta savol, bitta yo'nalish. Shunda fikrlar tarqalib ketmaydi, balki chuqurlashadi. Faraz qilaylik, siz biron chet tilni o'rganmoqchisiz. Har kuni 10 ta yangi so'z yodlash yoki bitta qisqa matnni tarjima qilish kabi aniq vazifani belgilasangiz, miya bu vazifaga e'tibor beradi. Fikrlar chalkashmaydi. Natijada so'zlar asta-sekin ongga tushadi va keyin tabiiy ravishda gapirish va tushunish qobiliyati o'sadi. Yoki dasturlash yoki rasm chizishni o'rganish. Har kuni 15-20 daqiqa davomida bitta kichik masalani yechish yoki bitta chiziq chizish kifoya. Bu faoliyat miyani tartibga soladi. Noaniqlik kamayadi va vaqt o'tgan sayin murakkabroq vazifalarni ham osonroq qila boshlaysiz. Miya aynan shunda kuchayadi. Muammo aniq bo'lganda va unga e'tibor berilganda. Nazoratli qiyinchilik fikrlashni charxlaydi. Ortiqcha bosim esa uni o'chiradi. Shu sababdan bu odatning mohiyati oddiy. Miyani haddan tashqari qiynamang, uni aniq vazifa bilan ishlating. So'nggi shakllantirish kerak bo'lgan odatimiz yolg'iz sayr. Yolg'iz yurish oddiy harakat emas. Bu nafaqat jismoniy harakat, balki aqliy harakat desak ham xato bo'lmaydi. Har bir qadamingiz qon aylanishini oshiradi, nafas chuqurlashadi va ong tabiiy ravishda tinchlanadi. Tadqiqotlar ham isbotlaydi. Journal of Experimental Psychology 2014-yil tadqiqotiga ko'ra, yurish ijodiy fikrlashni 60% gacha oshiradi va miyani muammoni hal qilishga tayyorlaydi. Muhimi majburlash shart emas. Har kuni 10 ming qadam normal va yetarli. Shu vaqt ichida fikrlar tarqalib ketmaydi, ichki shovqin kamayadi va siz o'zingizning ichki qarorlaringizni sezishingiz mumkin bo'ladi. Men uchun ham yurish, o'zim bilan gaplashishga, o'zimga savol berishga yaxshi payt. Qiynagan savollarga javob topaman, har xil fikrlar keladi, miya faoliyati tezlashadi. Yolg'iz yurishda ong tabiiy ravishda muhim vazifalarni ajratadi va fikrlarni aniqlashtiradi. Siz hech narsani majburlamaysiz, lekin miyangiz o'z-o'zidan tartib yaratadi. Shu tarzda harakat va tafakkur uyg'unlashadi. Leonardo da Vinci ham yurish eng yaxshi mashqdir. Juda uzoqqa yurishga odatlaning degan. Oddiy, lekin samarali. Yolg'iz har bir qadamingiz ongni uyg'otadi va ichki tartibni mustahkamlaydi. Agar siz ushbu odatlarni 2026-yilda o'zlashtirsangiz, o'ylaymanki hayotingiz birozga bo'lsa ham o'zgarishi aniq.